Bugün çislak hürmetlik vatandaş, 2007 yıl 7. ayının 23. günü hafta Seyşembe. Endiki haberimiz ve Amerika'nın işideki saylam vaziyeti dedik. Şu doğru haber anlayışız vatandaş. Mesela mavzumunda eğer Kamala Harris prezident bulup saylanıp kalsa, onun çünkü siyasi prezident Joe Biden'ın siyaseten tehame kattık buluşu mümkün mü? Mavzulu haber 7. ayının 23. günü Amerika avazının Xitay Tel programı ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Joe Biden qayta saylamga tushishdan chekingandan keyin prezidentning o'rni Demokratlar partiyasiga nomzod bo'lib, Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi sobiq prezident Donald Trump bilan saylam raqobatiga tushadigan kishini tanlashda navbatdagi muavin prezident Kamala Harrisning tanlanish mumkinligi to'g'risida sadalar yuqori ko'tarildi. Mutaxassislar bunday hisobladi. Kamala Harris agar prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, Jungoga qaratgan Amerikaning siyosati bo'yicha prezident Joe Bidenning Jungo siyosatini davomlashtirdi. Biroq saylam raqobatida Kamala Harrisning Jungo qo'llanilgan pozitsiyasi texama qattiq bo'lishi mumkin. Kamala Harris muavin prezident bo'lib vazifa bajargan yillarda, kechiringlar, Jungoga ziyoratga berib boqmadi. Jungoning raisi Xi Jinping bilan 3-chi davlatda qisqa muddatga ko'rishgan edi. Masalan, 2022-yili 11-oyda Indoneziyada ochilgan Osiyo Tinch okean iqtisod yig'inida Kamala Harris 2022-yili Jungoning raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan. Muavin prezident Kamala Harris Kengash palatasi senator bo'lib turgan mezgilda Hong Kongning kishilik huquq masalasini va Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida qonun loyiha ma'qullashni aktiv ilgari surgan muavin prezident Kamala Harris edi. Muavin prezident Kamala Harris senator bo'lib turgan mezgilda 2019-yili senator Marco Rubio bilan birlashib Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini o'ttirg'a qo'yib, Hong Kongning kishilik huquqlarini ilgari surib, Hong Kongning erkinligi va o'zini boshqarish buzg'unchilik qilgan amaldorlarni embargo qilishni talab qilgan edi. Muavin prezident Kamala Harris yana senator bo'lib turgan mezgilda senator Marco Rubio bilan birlashib 2019-yil Uyg'ur kishilik huquqi va siyosat qonun loyihasini ma'qullab, bu qonun loyiha 2020-yili 6-oyning 17-kuni sobiq prezident Donald Trumpning imzo qo'yishi orqali rasmiy qonunga aylangan edi. Tahlilchilar bunda ko'rsatdi. Muavin prezident Kamala Harrisning senator bo'lib turgan chog'diki, xizmat natijalarini nazarda tutganda, kishilik huquq masalasida Kamala Harris Jungoga texama qattiq maydon qo'llanadi. Amerika Demokratlar partiyasi 8-oyning 19-kundan 22-kunigacha mamlakatlik Chicago shahrida mamlakatlik vakillar qurultayini chaqirdi. Kamala Harris Demokratlar partiyasiga saylam nomzodi bo'lib saylanishdan eng oxirgi chekidir. Mushu vaqt Kamala Harris prezident Joe Biden, sobiq prezident Bill Clinton, sobiq davlat ishlar kotibi Hillary Clinton qatorliq davlat rahbarlarining qo'llashiga erishdi. Sobiq davlat rahbarlarining qo'llashiga erishdi. Dushanba tushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi'ning ifoda bildirib, qo'llashiga erishdi. Amerika Birlashma agentligi boshqa bir xabarda bunday ko'rsatdi. Bu xabar Amerika ovozida e'lon qilindi.
Kamala Harris'ten saylamga düşüdiganlygy kişilerning çuňkur diqqatini gozgady. Yeni pidaylardan 28 milyon kişi Kamala Harris'a bilet taşlaşqa tizimlatdy. Moşasan 28 milyon mu, yoki 280 ming mu, yoki 28 ming mu? Men bilelmedim, aşındak etdim vatandaşlar. Bildiği yoldaşlar, üzerine bilbasan ben dedim-go. Xitay pul sanaganda, pulun sanak sanı, yani miqdar sanı sanaganda Xitayda hemmini yi deydi bu Xitay degen. Şuna bunun muşu dollar qançalik pulla ekenligini yoki adam sanıdan etqanda mı qança ekenligini bilgili bolmady vatandaş. 28 milyon kişi dep aldım ben. Qandaq bolsa üzerine bir teşrif bakınlar, görünglar vatandaş. Bugünkü liksiyalarımız bu liksiyaların içinde en qalbiligi, üçülüsü qalbilikken biri Kamala Harris hanımın azı kollaşan yuqurdaylık hükümet rəhbərləri Amerika Qoşmuş Ştatlarının sabıq rəhbərləri qollapdı, bu bir katta haber. İkincisi, Cungoda matbuat hukukunu koyup ettiği deyilgen gep, bu bir katta haber. Ondan üçüncüsü, matbuat hukuku doğrusu da Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası Fevkalade Komitetinin reisi, Cungo Fevkalade Komitetinin reisi Johnson Molliner'nin Nevisbek'e heptilik haberler jurnallarına makale yazıp Xi Jinping biz bu tamını internet tamlarını öğrenmeyeli digenligi bula bugünkü vaziyetke kattı haberler vatandaşım, kattı haberler. Kiçidin biri mişin üçemi